Jarrohlik amaliyoti boshlandi. Yoshlar telekanali va Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamkorligida yurak kasalliklariga bag'ishlangan maxsus inson qadri teleloyihasi. Elektrofiziologiya bo'limida hozirgi kunda yuqori texnologiyali muolajalar keng qo'llanmoqda. Yurak kasalliklariga chalingan insonlarning hayotiy hikoyalari. Kapelnitsa qo'yganda ninani ichidan stent qo'yadi. Tibbiyot markazining zamonaviy diagnostika va davolash imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar inson qadri teleloyihasidan o'tkazib yubormang. O'z yuragingiz salomatligiga befarq bo'lmang. Yaxshigina operatsiyadan chiqdik. Amaliyot yaxshi o'tdi. Assalomu alaykum. Abdullayev Alijon 1953-yil 10-noyabrda tavallud topganman. Mana shu bir oylar oldin ko'krak yurak qismida qandaydir og'riqlar paydo bo'ldi. Undan keyin murojaat qilganimda bu doktorlarga ular infarkt o'tkazibsiz degan xulosa qilishdi. Mana shu bir oy davomida ancha ko'p dorilar ichib davolandim. Undan keyin oxiri kelib mana shu tumanimizdagi markaziy shifoxonada ochilgan kardiografiya bo'limi bor ekan, o'sha yerga kelib murojaat qildim. Bugun mana Toshkentdan shu professorlar kelishyapti ekan. Shularning yordamida meni hozir menga shu ikkita stent qo'yish muolajasini olib borishmoqchi. Men bularga oldindan o'zimni minnatdorchiligimni izhor etaman. Hozir mana shu jarayonni stent qo'yilish operatsiyasi jarayonini o'z ko'zlaring bilan kuzatib borasizlar. Qanimdan keyin yana bir o'zimda kechirgan nimalarni gapirib beraman. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining inson qadri loyihasi bilan xizmatingizda Kamina Murod Saidzod. Assalomu alaykum. Inson qadri loyihasi ijodkorlari hamda Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari bugun erta tongdan Toshkent viloyatining Bekobod tumaniga yetib keldik. Bu yerga yetib kelishimizdan maqsad esa aynan Toshkent viloyatining Bekobod tumanidan yuqori texnologik kam invaziv jarrohlik amaliyotini aynan markaz hamda mahalliy shifokorlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Mazkur amaliyotlar hamyurtlarimizning yurak qon tomirlaridagi stentlash amaliyotlari bugun aynan inson qadri loyihasi orqali siz kuzatib borishingiz mumkin. Bizning maqsadimiz aynan eng chekka hududlarda amalga oshirilayotgan yuqori texnologik amaliyotlarni sizlarga havola etish. Albatta, mana shunday amaliyotlar Toshkent shahrida ham amalga oshiriladi. Lekin hozirgi paytda hamyurtlarimiz o'zlari istiqomat qiladigan hududlarda ham markazda amalga oshiriladigan amaliyotlardan bemalol foydalana olishi mumkin. Demoqchimanki, Surxondaryo viloyati yoki bo'lmasam boshqa viloyatlarda ham markazda qanday amaliyotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa, hududlarda ham ushbu amaliyotlar mavjud. Bugun Toshkent viloyatining Bekobod tumanida mazkur jarrohlik amaliyoti 4 nafar hamyurtlarimizda o'tkaziladi. Ovoragarchiliklarga hech ham hojat yo'q. Aynan markaz shifokorlari har doim hududlarga tashrif buyurib, mahalliy shifokorlar bilan birgalikda amaliyotlarni o'tkazadi va mazkur amaliyotlar ortida katta bir master-klass o'tkazish ham maqsadga muvofiq. Demak, loyihamizning bugungi sonida Toshkent viloyatining Bekobod tumani tibbiyot birlashmasidagi jarrohlik amaliyotlarini sizlarga havola etamiz. Shu o'rinda mazkur jarrohlik xonasiga to'xtalib o'tishni joiz deb bildim. Mana shunday shinamgina barcha tibbiy uskunalar bilan jihozlangan jarrohlik xonasi Toshkent shahridagi markaz jarrohlik xonalaridan hech ham qolishmaydi.
Demak, eng qiziqarli lavhalar hali oldinda. Bizni kuzating. İşin başta orada namazken doğru yazıp veriyorlar. Koronavirusga qilaman demadimi? Aytadimi? O keyin haftada o'tdi. O'zi yotishga borishuvdi. Nechida kecha? Kechqurun 5 lar. 2 soat. 2 soatdan o'tdi. Получается. 5 larda boshladi. 12gacha. Keyin nima qildingiz? Og'riq qoldi. Nima bilan og'riq qoldi? Siraj больницаga chiqdik. Ukol qo'yishdi tabiiyatda. Kechib payt. Yotishga borishdi. O'zbek uchraydi. Bu koronavirus respublika kasallik bor. Hozir nima qilishimiz mumkin? Koronavirusga olaylikmi? Shuni premyer olaylik dedim. Hozir tekshiruvga olamiz. Qon tomiringizni tekshirib ko'ramiz. Uni natijasiga qarab keyin maslahat qilamiz. Ha. Hop. Bo'ladimi? Ha, tayyorlab. Yurak qon tomirlarini stentlash amaliyoti boshlandi. Mazkur amaliyot deyarli 20-30 daqiqa davom etadi odatda. Hozirgi amaliyot boshlanishi yaxshi, bemor o'zini yaxshi his qilmoqda. Mana shunday kam invaziv jarrohlik amaliyotlarining afzalligi nimada deb savol bergan hamyurtlarimizga mana hozirgi paytda jarayonni o'zini sizlarga havola etamiz. Bemor bizni eshitadi, biz bilan bemalol suhbatlasha oladi. Amaki, ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Iloyim yaxshi bo'ling. Xudo xolasa operatsiyadan keyin siz bilan yana bir suhbatlashamiz. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, xuddi shunday yuqori texnologik, kam invaziv jarrohlik amaliyotlari nafaqat markazda, balki eng chekka hududlarda ham amalga oshirilmoqda. Shularning birini Toshkent viloyatining Bekobod tumani tibbiyot birlashmasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, hamma jarayonlar hali oldinda. Bizni kuzatib boring. Hozir mana biz Toshkent viloyatining Bekobod tumanida markaziy shifoxonasida navbatdagi toj tomirlarni stentlash amaliyotini bajaryapmiz. Bemorimizda toj tomirni, ya'ni o'ng toj tomirni surunkali okklyuziyasida, ya'ni berkilishi bilan bog'liq holat. Bemor anamnezdan miokard infarkt o'tkazgan hamda diagnostik koronagrafiya paytida ushbu bemorda o'ng toj tomirida o'rta qismidan okklyuziyasi, ya'ni tomirni berkilish holati aniqlangan. Hozirda biz ushbu tomirni rekanalizatsiya qilib, ya'ni tomirni ochib, balno angioplastika qilib stentlashni rejalashtirganmiz. Hozir mana amaliyotimiz biz koronar provandni bilan o'tdik, hamda hozir balno angioplastika qilyapmiz. Keyingi bosqichda hozir natijasiga qarab ushbu okklyuziya, ya'ni berkingan segmentni stentlash amaliyotini bajaramiz. Hozir biz berkilgan qismni segmentni, okklyuziya segmentini qattiq provandnik bilan ochib oldik hamda okklyuziyani angioplastika jarayonidan keyin hozir mana maxsus provandnik, ya'ni simlarimizni yumshog'iga almashtirish jarayoni. Bu almashtirishdan asosiy maqsad bu yerda qattiq provandnikda biz qon tomirida perforatsiya, ya'ni qon tomirini teshib qo'yish holatlari bilan bog'liq asoratlarni kuzatishimiz mumkin. Endi hozir o'shaning uchun bunday asoratlar bo'lmasligi maqsadida biz provandnikni yumshoq provandnikka almashtirib olamiz.
hozir tomirni ochilgandan keyin tomirni asl diametrini baholash maqsadida biz tomir kengaytiruvchi dori preparatlarini qon tomiri ichiga yuboramiz. Hozir mana ushbu jarayonni ko'rishingiz mumkin. Hamda tomirni asl razmerlarini, ya'ni o'lchamlarini bilganimizdan keyin biz qon tomiriga o'rnatilayotgan stentni shunga qarab tanlov qilamiz. Mana shu yerdan qo'ysa yaxshi, chunki 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ushlabdi, 22 ushlabdi. Amaki yaxshimi? Yaxshimisiz? Ha, bo'ldi, mana tomiringiz ochildi amakijon, xudo xolasa stentingizni qo'yapmiz. Kasoy bersanglar, kasoy правый standartda, ha. Shoshmaslik ko'ramizda. Ozgina press qilinglarchi. Yo'q, aytganda ikkita ketar ekan. Yo'q, haligi uzun stentimizni ekspozitsiyasi yaxshi, yomon emas. Endi hozir 32 ni olsak, nariyoqqa yetmaydi. Undan ko'ra zavqdan tepani qoldiramiz, chunki tepa yomon emas-da. O'rtasi, ha. Agar yo'q, hozir yetmaydi 38. 38 yetmaydi. 3 tami o'xshaydi. Yo'q, hozir 32 emas, kaltaroq keryapti. Men tepaga bormoqchi emasman-da. Hozir 26, 28 ham yetadi. 28 bo'lsa 3 ga. Keyin bo'ladimi? 3 ta ketadi-da hozir. Yo'q. 28 yetadi. Bo'lmaydi, normalniy bo'ladi. Tomir okklyuziya-ku, normalniy bo'ladi. Keyin perenisiga ikkitani o'zingizlar qo'yib berasizlar. Tomirjon, tepasini ham deylar bir marta taxlab ketaymiz deylar. Uchta bo'lib ketadi-da. Davay. Endi ustoz sizlarga aytadilar. Hozir 38 ochinglarchi bo'pti. Balkim harakat qilamiz deb. Yo'q, 3 ga. 3 bering. Ha? Yo'q, 3 yo'qmi? 3. 3.32 ochinglar, keyin ulaymiz, tushunsin. Davay, 3.32. 3 ber, tomir katta, ha? Tomir katta bu. Nima? Likasini takriyatimi? DCV-da, ha, mana qilyapmiz. Yaxshi, natijalar yomon emas. Ha. Qilyapmiz, likasini takriyatini davom qilyapmiz. Yaxshi. Beni ko'proq ber ol. Bo'ladi. Mana hozir biz ikkinchi stentimizni bir-biriga ulab implantatsiya qildik. E'tibor bersanglar, stentga biz atmosfera bosimi, ya'ni bosimini 20 atmosferada implantatsiya qilindi. Ma'lumot uchun, mashina shinasi, avtomobil shinasini o'rtacha shinasini bosimi bu 2 atmosfera bo'ladi. Biz shundan 10 barobar ko'p atmosfera bilan stentni implantatsiya qilyapmiz. Xuddi hozir biz 22 atmosfera berdik. Stenting 3,5 bo'ldi. Nima qilasan? Stenting yaxshi ochildi. Ekspozitsiyasi yomonmi? Zapis. Tomir katta ekan. Buni mana shu kasallarga, bemorga kelajakda правый передний keladi-ku. ZMJVga DCB 2,5 ga 30 DCB serlimuz ballonlarda angioplastika qilib berishga cho'tki chiqadi. Rezultati zo'r bo'ladi. Birinchi uzun ballon olasizlar, 2,5 ga 30, 2,25 ga 30 da oddiy NC ballon bilan predilatatsiya qilasizlar. Sekin uni yaxshilab disseksiya qilmasdan predilatatsiya, keyin nitra qilib, keyin orqasidan DCB olib kirib 2 minut, 3 minut ushlab turasizlar.
60 sekund, 90 sekund, 120 sekund zo'r chiqadi. Hozir endi srednisini endi правый косой qilib bering, правый косой ko'ramiz. Правый. Srednisini ko'ramiz. Sozlashni o'rgatishga xizmat ham bo'ladi. Chetda qiling, o'yinchining. Давайте. Бери. Набирай. Keyingi kasalliklar kelishni. Kasal tushmaydi. Levый. Kasal tushmaydi. Yo'q, даже oxirgi rekomendatsiyalar bo'yicha 70% bizdan 73% bizdan даже погибающих ularga iloji boshqa. Assalomu alaykum. Bugun biz Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi jamoasi bilan Bekobod tumaniga tashrif buyurganmiz. Ushbu tashrifdan asosiy maqsad markazimizda 2025-yil uchun belgilab olingan yo'l xaritasi rejasi asosida tashrif buyurdik. Asosiy maqsad Bekobod tumanida yurak toj tomirlarida muammosi bor, kasalliklari bor bemorlarda konsultatsiya, ya'ni maslahatlar berish hamda ushbu bemorlarda yuqori texnologik amaliyot bajarish maqsadida tashrif buyurdik. Ushbu amaliy tashrifimiz natijasida hozirda tumanda toj tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarda, murakkab zararlanishi bo'lgan bemorlarda stentlash hamda diagnostika amaliyotlarini bajaryapmiz. Hozirda 3 ta bemorda ushbu amaliyotlarni bajardik. Hamda ushbu amaliyotlarimizni joylarga chiqib bajarilishi Bekobod tumani aholisini markazlarga bormasdan yuqori texnologik davoni tumanni o'zida olish imkoniyatini beradi. Hozirgi bitta holatimizda bemor miokard infarkti o'tkazgan hamda diagnostika natijalariga ko'ra o'ng toj tomirni surunkali okklyuziyasi aniqlandi hamda ushbu bemorni toj tomirlarini rekanalizatsiya, ya'ni ochib stentlash amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bemorlarning holati hammasi yaxshi, amaliyotlarimiz juda ham muvaffaqiyatli o'tkazildi. Juda yaxshi, holatim hozir ancha yaxshi sezyapman o'zimni, og'riqlar yo'qoldi. Hozir mana shu nimalarga katta rahmat, shunchalik bizni g'amxo'rlik qilib shunchalik olib kelayotganiga katta rahmat. Mana bugun kardiologiya markazidan hamkasblarimiz Bekobod tuman tibbiyot birlashmasiga mahorat darsi o'tkazish maqsadida tashrif buyurishdilar. Bugun 3 nafar bemorga stentlash amaliyoti operatsiyamiz o'tkazildi. Bemorlarimizning ahvoli qoniqarli ahvolda. Shu kunga qadar bunday yuqori texnologik operatsiyalarni o'tkazish maqsadida bir necha yuz kilometr uzoqlikda joylashgan respublika ilmiy markazlarga asosan borar edilar va hozirda bunday yuqori texnologik operatsiyalar tuman sharoitida o'tkazilmoqda va bemorlarimizga ancha uzoqni yaqin qilmoqda. Inson qadri loyihasining bugungi soniga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz qo'ldan kelgancha Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislarining faoliyatini sizlarga havola etdik. Demak, inson qadri loyihasini qaysi manzillarda ko'rishni xohlaysiz va Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi xodimlariga qanday savollaringiz bor? Hozirda siz ekranlarda ko'rib turgan bizning maxsus telefon raqamlariga hamda ijtimoiy tarmoqdagi bizning manzillarga murojaatlar yo'llang.
Sizning har bir murojaatingiz biz uchun muhimdir. Xizmatingizda Kamina Murod Saidzod bo'ldi. Yaxshilikda ko'rishguncha.